Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onamniki o'rligi erkinlik uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi parlament binosi oldida namoyish qilyapman. Bugun Xitoy kommunistik tajovuzchilarininki bizningki vatanimizga besib kirganiga 72 yil bo'lgan kun. Xitoylarninki besib kirganiga 300 yilga yaqin bo'lib qolgan. Xitoy kommunistlarininki bizning vatanimizga besib kirganiga 72 yil bo'lgan kun. Xitoy xalq Cumhuriyeti, ya'ni Xitoylar biz Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti. Bu yolg'izlar Xi Jinpingninki yoki kommunistik partiyaning sho'may, bu Xitoy xalqi bilan Xitoy hukumati birlashib bizga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Chunki Xitoyninki raisi Xi Jinping deb bo'lgan Xitoy hukumati, kommunistik partiyasi Xitoy xalqi qon bilan go'shtning munosabatidek munosabatimiz bor degan. Bizningki yillardan beri shu ishkar o'lkalarga shunday kichik bolalarni ochiqib, shunday amchantingdan o'rlashtirgan odamlar o'g'irlik qilib, qizlarimizni pashvozlik qilib, shunday ishlar qilib bizningki ishkar o'lkalarda obrazimizni xunuklashtirib qo'ygandan keyin unidagi yana bir turkum chatalga milliy munofiqlarni chiqarib, o'zlari tarbiyalagan diniy molalarni, o'zlari tarbiyalagan avtonom chegarasini cheklanmaydigan siyosatchilarni tarbiyalab bizni va Xitoyning ichida bo'lsa, Xitoy xalqininki Xitoy xalqiga rahim degan narsa yo'q, o'xshash bular hammasi. Mushularninki hesdashligidan ip tashlab etib, bizni Uyg'ur yanchiqchi, yavoyi bir millatga tashviq qilib, teshillarda bizni odamlarni Suriyalarga avatib, har xil terror ishlarga silib, bizni Afg'onistonda hatto o'zlari chiqarib, Amerikaga qarshi o'qlarni atqizib, qilib, shunday Uyg'urninki obrazini xunuklashtirib, Uyg'urlarni dunyoga terrorist, Xitoyning ichidami terrorist, ham Uyg'ur yanchiqchi, buzuq, ko'stib, fursat pishib etilgandan keyin Uyg'ur qonunlarini qurultaydagilar orqali bostirib o'tgandan keyin, indigenous people bo'lgandan keyin har xil ishlarni Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qurultayininki va Dunyo Uyg'ur qurultayi boshchiligidagi ishlaydiganlarninki va tarmoq shirkatlardagilar dernaklar orqali butun ishni vujudga chiqarib olgandan keyin vatanimizda cheksiz doirada lager, turmalarni, zavodlarni ichib, xalqimizga eg'ir turda irqiy qirg'inchilik qildi. Shuningga bu narsani Xi Jinping qildi yoki Jungo Kommunistik partiyasi qildi deb talash tortishninki hech qanday hojati yo'q. Buni bizga faqat Xitoylar qilyapti. Xitoylarga parallel holatda qurultay uzundan beri bizning da'vorimizni qilmoqda yo'q. Uyg'urlarning qonunni bosirib, indigenous people qilib, mustaqillik talab qilmay, NDdan pul elib, NDninki naga taqishadiganini qarindoshlar hammanglar bilasizlar. Shunday qilib bizni uzundan beri palash kuchib, bizni bir parcha bir poq aylantirib qo'ydi. Shuning bilan Xitoy hamma narsani to'liq pishib etilgandan keyin qo'rqmay bizga bu irqiy qirg'inchilikni qildi. Qarindoshlar, Amerikadagi generallardan tortib senator, parlament, shtatlardagi cho'ng shirkatlar, boylar, Sharqiy Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo, Sharqiy Yevropa qatorliq Afrikada yerlarni ip bo'lgan Xitoy Dunyo Uyg'ur qurultiyi obayli mushlar o'ziniki. Anondan keyin yana bir gap. Ma'vo erkin arab degan hozir Anqarada doktorxonada yetibdi. Men bu odam yana oxirgi qayta murojaat qilaman. Ketidigini 2 metrroq erkin apandim chiqaring. Tövbe qiladiganmi Xudoning hozir sizning oldingizda fursatingiz borki, agar shu material bo'lsa chiqib shuni chiqaring. Bo'lmasa siz u dunyoda ajdodlarning oldida qanday holatda o'zingizning boradiganini, o'zingizniki ko'radigan kunni o'ylab qo'ying. Bu bak nomusiz, ilmi 70 yilning yog'i bu narsani setib yedingiz, yetar. Uyg'urlarnikini dadingiz Gomindonga setib yedi, siz Gongsandonga setib yedingiz.
Endi bu narsalarni chiqargan narsalar bo'lsa chiqarib bütün indigenous people'larni qaytirib keyniga tez suratda ishni bis qilishinglar kerak. Bu faqat surgun hukumatninki va yoki mustaqillik da'vat qilayotganlarning ishi emas, bütün xalqninki ishi. Shunday gap qarindoshlar. Meningki opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni Ili oblastlik bexatarlik tarmoqlari tarafidan tutib ochilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashdi olgan. Undan keyin opam dadamni Yipqalatda sud etib 2018-ning o'ttirlari 5 yillik, undan keyin 2019-ga yaqin Yupan deb 18 yillik og'zaki kesib o'tgan. Sudninki mayli og'zaki bo'lsin, mayli qanday bo'lsin qat'iy nazar kuchi ijro qilinib, dadam Tunasdagi turmada, opam Bayandagi turmada jazo muddatini o'tayotdi. Men Xitoy hukumatiga deymanki, Xitoy hukumati meningki opam dadamni qo'yib bermaydigan bo'lsang, men senga bo'lgan norozilik namoyishimni hargiz to'xtatmayman va shundaqla opam dadamniki o'rlik uchun tirishib men bu yo'lda qat'iy manaman. Shuningga Xitoyninki hukumatiniki opam dadamni tezdan qo'yib o'tishni men talab qilaman. Qarindoshlar, opanglar, dadanglar, adanglar, akalaringlar, urug' tuqqanlaringlar, vatandagi suyimli qarindoshlarimiz turmalar yetyapti, jazo muddatini o'tayapti. Ularning hech qanday gunohi yo'q. Qarindoshlar, biz mustaqil bo'lmay turib yoki biz bir ishni vujudga chiqarmay turib, ularni hargiz chiqarmaymiz. Ili Ilhom To'xtiga, ili Raila Davudga, ata Yalqin Ro'ziga, O'gillikka, Onunga, Manunga desak, unda sanab o'tsak, bizningki ma'rif sepitimizga qahramonlarimiz, saxovatchi boylarimiz, kadrlarimiz bakchiq. Unda qilib yursak, bir odamning navasini har yili birdan buningga qilib yursak, bizning vatan xalqimiz qirilib ketadi qarindoshlar. O'rtaq, biz faqat boshqa hech nimada birlikka kelolmasakmi, mustaqillikda kelib qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayininkini tavba qildirib o'tish kerak. Har bir davlatdan boradigan iqtisodni kesib tashlab o'tish kerak. Avstraliyaliklar Avstraliyadan boradigan Dunyo Uyg'ur qurultayining chapanchilariga qaramay kesib tashlab o'tish kerak. Amerikaliklar kesib O'rta Osiyoni tashlab o'tib, bularni oldimizda jumult etishimiz kerak. Bular uningdan keyin energiyada oladigan pulni to'xtatib, yo xalqdan ilib ish qiladigan bo'ladi Uyg'urning haqiqiy, yoki bo'lsa shu energiyaning poqini yeb shiraverdi. Dunyo Uyg'ur qurultayidagi cho'shqining kuchiklari Haqqasingning bugun bayrami. Fanus tutib, xotin berib, tangzoz yeb, aylanib ko'chada poyjangiz etib uyingga kirib ketish. Bu ishning kuchiklari. Qarab baqa nomus qilmaysa g'ilay, hammangniki o'rlashtirgan har bir davlatga qilgan faoliyatingning foyda yo'q. Hamma chiqib shu shanba namoyish qilib, qayn yo'q ishlarni qilib yursa. Sen haqda vijdon bormi? Uyg'ur xalqi qirilib ketmasa, cho'shqining kuchiklari sen haqning tuqqanlari yaxshi yashasa bo'lamda. Birsan xotiningdan tinib olsa, ana o'kin radioda chiqarib qo'yibdi. Yana birsaning hech qaysingning kirmagan, hammangning yog'on. Ben dedim-ku, Dünya Uyg'ur qurultayi kirganlik, Jungo Kommunistik Partiyasi kirganlik, Xitoy uchun xizmat qilganlik. Menga buni misharika shu degan, qurultayga akirsam, sapangladagini qo'yib etdi deb. Ovozlar tushundingmi, xalq? Adam bo'lmaydigan eshakning kuchiklari. Nomusmi qilmayotgansa, cho'shqamgan go'ylar. Buningdan keyin sen onaning ustidan ammagan naqasan, onaning ustining qanday bo'lganini bilmaysa, vatanning qanday bo'lganini bilmaysa, vatanniki aziz xalqning qanday bo'lganini bilmaysa, chiplaslar. Vatan degan onadan yuqul o'rinda turdi. Onalarimiz bir kunlarda tugab ketdi, bizning yanantiga kirib ketdi. Onalarimizni unutib qolamiz, eslab turamiz, lekin vatanni kunda har minut, har sekund biz eslab turamiz. Vatan degan, sen munofiqlar va ziminga qarshi chiqqan munofiqlar, ziminni setavatgan munofiqlar. Sen haqninki xirajitingni Xitoy Urumchidagi bir tal joyozandan chiqarib berdi. Eshak go'ylar, aqlning to'q cho'shqa go'ylar. Hayatın munofiqligi, hayotingning ichi munofiqlik bilan o'tib ketgan. Bir to'g'ri qilayotgan ishing yo'q, bir to'g'ri qilayotgan ishing yo'q. Pompeo apandim chiqargan siyosiy nuqtadagi mushu mana parlamentninki aka peshonasining oldiga mixlab qo'ydim mana Pompeoning chiroyi bilan, mushu o'ziniki chiqargan gapi bilan. Sen haq Londonda irqiy qirg'inchilik soti ochimiz deb, sotni qonunlashtiramiz deb, qandaqdir bir savdogarlarningki, qandaqdir bir odamlarningki, ma Biden chiqqandan yo'q irqiy qirg'inchilik degan hozir asos jihatdan yo'qolib ketyapti. To'g'lab turishmamsa, munofiqlar Londondagi qonuniy jihatdan chiqiramiz deb chiqarib bo'ldi Amerika hukumati. Uningga agishib mana davlatlarni ko'rish, ko'zing kurgo'ylar, milliy munofiqlar Uyg'urningki. Onadan to'ralmagan cho'shqining to'ralmasdan cho'shqining qarinidan tushgan go'ylar. Buzuq, rasva, nomussiz, iflos.
Her bir qitim bir şey çıkıp müş narsanı aşkınımda şundan ömürleydi. Sen haq tüzük dava qilgan bolsang, müşla bo'lmaydi. Bizning xalqimiz azar chekmaydi, irqiy qirg'inchilik uchirmaydi. Berkediki Rabia Kadir Hanım, Rabia Kadir, Ömer Alim Sitov, Ömer Kanat, anandakin Luisani tepib, indigenous people'nikin qaytirish. O çoşqının küçükleri, çoşqam gangoylar. Nomus qilmaymi shuni 5000 dollarga setishdingmi, ey? Ha. Rabia Kadir, sizningmi avo Beyjingdan keladigan, pul keladigan odamlaringizmi to'xtatsin ishini. Sizmi haq yo'lga qayting, men sizga deb qo'yay. Nima degan xijolanmagan go'ylay, qaysanga to'yishmamsan. Vallahi battar dunyoning va oldingning putani Anqarada go'ga sangilab yetishdan birdan ketishga boshlayapsan hamma. Koronavirusi yuqib haqasanga sakrat yetib jining qiynalib xudoga nola qilgan holatda vatanimizdagi 30-40 million xalqninki ko'zingga qon yoshlari ko'ringan holatda o'lasa joynimaklar munofiq go'ylar. Nega berib arz qilsan qilish bir kunmi to'xtab qolmayman. Shanba yakshanba shu kun damay oldi ekansan, dushanbadan boshlab yana surishga boshlayman. Shu. Qarindoshlar, mana shunday gaplar. Bulardan qo'rqmaylik, qarindoshlar, qo'rqqanak hech nimamiz yo'q. Bularninki qunga tep yurib ishiltirgan yeri keldi. Bularninki tasmisi mening qo'limda hozir. Men qanday o'ynag'im kelsa siyosatni shunday o'ynayman. Bag'dimni chiqib o'ynayman, taqdimni chiqib o'ynayman. Agar qarindoshlar, men tutib olgan odam ashundan mo'yin bo'lmay, agar Roshan Abbas yoki To'lqin Abbas bo'lgansa, dunyo Uyg'ur qurultayidagi unchalik mo'yin odam bo'lmagansa, chiqira isbotingni, chiqira narsangni bo'ldi deb bular ya To'lqin Aysani yoki odatdagidek bir odam bo'lgansa, uni qurbonlik qo'yatdi. Mavi men tutib olgan odam mo'yin odam bo'lg'achqa, shuningga bular qurbonlik qilib yetmayotdi. Hem bundaq adamni Xitoy yana 20 yilda tayinlab, chunki buningmi qo'lida nurg'unsiningki tutib olgan narsalar bor. Shuningga bu bek chirmash ishlar bo'lib ketgachga jimmada sukutni tanlab, tilni anglab o'tiryotdi. Shuningga qarindoshlar, mana ishlarningki qayerdan qayerga ketayotganda mushundan ko'rsanglar bo'ladi. İşte gaplar. Qarindoshlar, unda bo'lsa men birdan bu yerda tinish shaklda turay. Anandan keyin uchib ketib, o'zimningki azroq qiladigan ishim bor. Qolgan gaplarni yana bir ko'rishamiz. Xudoyim omonat, tak shamol chiqib ketdi ham bu yerda.